Farzandlaringizni bunday usulda davolamang. Bolalarda ko'z shamollaganda peshob bilan yuvish. Bu qanchalik to'g'ri? Keling, buni yaxshisi hozirgi zamon tibbiyoti va islom dini ta'limotlariga ko'ra asoslab chiqaylik. Tibbiy jihatdan peshob organizmdagi chiqindi mahsulot hisoblanadi. Ya'ni organizmdagi modda almashinuvning ortiqcha mahsulotlarining barchasi peshob orqali tanadan chiqarib yuboriladi. Shuningdek, siydik yo'llaridagi turli infeksiyalar ham peshob tarkibida bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olib, tibbiy jihatdan buni davolash maqsadida foydalanish noto'g'ri. Xuddi shu ma'lumotni shifokor sifatida ota-onalarga taqdim qilganimizda, ular har doim "Xo'p, nima bo'libdi? Ota-bobolarimiz shu usulda ko'zlarni davolashgan-ku" deyishadi. Bu haqda islom dini nima deydi? Keling ko'rib chiqamiz. Islom fiqhida peshob najosatdir. Qur'oni Karimda ham yoki hadis manbalarida ham peshob bilan davolanishga doir hech qanday manbalar berilmagan. Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'pchilik insonlarda qabrdagi azob siydikdan tozalanmaslik sababidan bo'ladi deb aytib o'tganlar. Shunday ekan, farzandlaringiz ko'zlari og'rigan vaqtda uy sharoitida iliq suv yoki steril turli xil tibbiy vositalardan foydalanib tozalashingiz mumkin va albatta oftalmologga murojaat qiling.